Улучшение возраста. Алекситимия. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kim? Ben. Alo. Assalomu alaykum. Ben. Masalan, qolganlar o'chiramiz, soat o'chirib oling qolganlarni. Ulamo oladimiz. Tak. Gapirlar, nima bezda qilyapti? Kuragim. Chap kuragim. Yurak, yana? Matka. Yana? Chap tomonimda anaqa o'ng tomonda bo'ladi-yu, appensit. Bu chap tomonda shishka chiqib keladi. Vrachlarmi buni? Hech narsa topisha olmadi. Tushunarli. Yana yuraklaringiz, boshlaringiz Siqiladi, boshim og'riydi. bo'p, tushunarli. To'xtang, efirni qanchadan beri uzmasdan ko'rasiz? 2. Efir paytida nima bo'lasiz? Uxlab qolgim keladi. 1 sekundda uxlab qolganimda yedirishadi. Kurak degan, lopatka degan. Ha. Bilib aytganman degan. Tak, tushingizga nimalar keladi? Tushimga ovqat yeyman, suv ko'raman. Kuchuk. Yana? Loy. Kuchuk, loy. Mushuk. Katta mushuk. Loy dedingiz? Loyda qanaqa holatda keladi loy? Yo'l o'tolmayman, loyga botqoqqa botib qolibman. Nimalarchi, suvchi, qanaqa tinib bo'ladimi, nima qilasiz? Dalga anaqa suv cho'kib ketayotgan deyman, nima anaqa как вот эти волны. Bo'ldi, cho'kasiz ekanda, cho'kasiz. Yaxshi emas. Kuchuklar tushingizda nima qiladi? Tishlaydi. Lopatkamni. Tishladi. Ertaman turganingizni qoningiz to'q turganga o'xshaydimi, yo'qmi? Ha. To'q turaman. Bir mahal ovqat yeyman. Sizga tushingizda sehr yedirar ekan. Bir yozib qoladi. Qarang. Uxlaganingizda sizga sehr yangilanib turadi ekan. Uxlaganingizda. O'sha ovqat yegan kuningiz yangilangan bo'ladi. Keyin ish yo'llaringiz to'sgan. Bir yoqqa borgingiz kelmay, ish qilgingiz kelmay, shunaqa dangasa bo'lib qoldingizmi? Hali sirazu bu narsa yangi ishlar qilishdan umidsiz bo'lib qoldingizmi? Oyog'ingizni meni shifoshabiram yuvib, tovoningizga shifo saytini surtyapsizmi? Ha, 4 oydan beri uzmasdan suraman. Bir yengildim. Hozir 20-30% bo'ldi. Bir yengildim, yana og'irlashyapman-da. Yangilangan yoki eski chiqyapti. Xullas, nima g'amga botirish sehri bor ekan, sovutma, soqotish bormi sizda? Kuchli o'qishingizdan keyin so'qotaman. Tushunarli, sovutma sehri ham bor ekan. Shu o'qish paytida o'qishdan oldin shifo zaytini surtib oling jasadingizga. Keyin hayotingizda shunaqa odam bormi yo'qmi? Haligi sizni nimangizni, xohishlaringizni, sizni nimalaringizni, желаниеңizni, siz o'y fikrlaringizni, umuman emotsiyalaringizni bosib turadi. Bor.
Tushunarli. Qarang, nima qiling? Nima edi? Siz ana shu odam bilan nima qiling? Meni agar bu odam yaqinlaringiz bo'lsa, buni kelishib, gaplashib, buni gaplashib oling. Yaxshi qilib gapira oling. Xafa bo'lgan joyingiz, xafa bo'lganingizni bildiring. Qo'rqmasdan nima qilib. Agar unaqa yaqin jigarlaringiz, yaqin odamingiz bo'lmasa, undan distans turganingiz yaxshi. Mhm. Shu odamni nimangizni to'g'rilab oling-da, ana shu narsa sizni ko'p nima qilyapti. Tushundingizmi? Mhm. Hop. Shunaqa qiling. Savollaringiz yo'qmi? Qaltirab ketdim. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Videoni o'chirib oling, akajon. Zo'r o'chiring, videoni o'chirib oling. Yo, kamerani qo'lingizdan bosib oling. Nari telefonni o'chirib turinglar, biroq mishatmay tursan, gapni qayeringiz oryapti? Domlamash beshim ko'p og'riydi. Bosh yana Bosh oyoqlar o'tirib turganda qirs qilaveradi. Bak ular kerak. Og'rigan joyni ayting, bo'ldi. Qayeri nima kerak emas. Boldir og'riydi, boldir. Oyog'ingiz og'riydi, yana qayeringiz og'riydi? Beshim mana shu ikki tomoni haligi Aka, qisqanga aka aytdingiz buni, aytgan joyda 2-3 marta aytish kerak emas. Aytmagan joyingizni ayting. bel ushlab qoladi, bel. Bo'ldi, tushunarli. Tushingizga qanchadan beri efir uzmasdan ko'rasiz? Men juda ko'p ko'raman sizni, domla. Bir Aka, menga qisqa javob bering. 1 yil efir payti nima bo'lasiz? efir paytda yengillayman-da, chiqib ketgandan keyin yana boshlanadi-da. Aka, efir paytda nima bo'lasiz? Jon aka, menga javob baytdan bizga tushuntira olmayman. Men sana javob bering, boshqa narsani gapirmasdan. Efir paytda nima bo'lasiz? Qaltiraysiz, ko'ningiz ayniydi, nima bo'lasiz? Ko'nglim ayniydi. Bo'ldi, tushunarli. Tushingizga nimalar kiradi? Shunga qo'ylarni ko'p ko'raman, o'liklarni ko'raman, juda ko'p ko'raman. Qo'y, o'lganlar, yana Bo'ldi. bo'ldi. Qo'ylar qana ahvolda kiradi? Qo'ylar juda ham haligi qaralmagan holatda ko'raman-da, qarovsiz holatda. Qanday qani junlar o'sib ketgan bo'ladimi? Kirib ketadimi? Yuz ketgan bo'ladi. Tushunarli. O'lganlar nima qiladi? Yaqin oshnalarim o'lgan bo'laveradi, ko'zim oldida turaveradi, o'lgan holati. Ular tiriklar o'lgan holatda ko'rasizmi? Ha, shunaqa bo'ladi. Nima qilasiz keyin? Siz nima qilasiz? Yig'laysizmi mana shu paytda, siqilasizmi, nima qilasiz? Yuyma. Nima qilaman? Yuyma. Yuvasizmi? Yuvaman. Ha. Prosta yuvasiz, bo'ldi. Yig'lab, siqilib, unaqa bo'lmaysiz-a? Yo'q, unaqa bo'lmayman. Asha tushida shu oshnalari bilan sizning muomalangiz qanaqa hayotda? Yaxshi, zo'r, eng yaqin do'stlarim shular. Tushunarli. Ular bilan juda ko'p gaplashasizmi? Yo'q, ko'p gaplashmayman. Rossiyada-da hozir. Bo'pti. Tak, tushunarli. Aka, meni fikrim, agar kunman tun almashganga o'xshayaptimi? Kunduz uxlagingiz kelmasdan, kech payt uxlagingiz, naborot. Bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Tushunarli. Ishlagingiz kelmay, shunday bo'lyapsiz. Uydan ko'chaga ham chiqqim kelmadi. Aka, ana qo'ylarni ko'rgan shuni bildiradi. Qo'y ko'pincha rizqni bildiradi-da bu. Qo'y rizqni bildiradi. Muayyan bir ishingiz bormi sizga? Ashuni qilmayotgan. Muayyan ishim yo'q. Masalan, bir hunaringiz bor yoki bir do'koningiz bor, ashuni qaramay qo'ydingiz, qilmay qo'ydingiz. Ustachilik qilardim, qilmay qo'ydim ustachilik. Aka, siz nima qilishingiz kerak-da, shu ustachilikdan agar yaxshi ko'rsangiz, qo'lingiz yaxshi kelsa, shuni majburlab qilishingiz kerak, o'zingiz majburlab. Shunda sizda meni fikrim, men tushingizni aytyapman, Alloh biladi, men fikrimni aytaman. Shunda sizga yaxshi boylik bor sizda, yaxshi rizq bor shunda. Qo'y rizqni bildiradi, ko'p qo'y ko'ryapsiz. Qilmayapsiz shuni siz.
O'zi majburlab qilishingiz kerak. Boshqa bir yo'llarni topishingiz kerak, reklamani boshqacha podxod qilishingiz kerak-da. Hmm. Nimaga qilmay qo'ydingiz u ustachiligingizni? Qandaydir qilgim kelmasdan dedamlar qilma deganlarga o'zimni ham qilgim kelmay qoldi. Aka, o'zingizga yoqadimi bu ishingiz? O'zimga asli yo'q edi. Qiling buni aka. Qiling. Hmm. Dadangizga har xil yo'lni tushuntirib qo'ysangiz bo'ladi-yu. Bitta qilay, ikkita qilay ekan qilmay qo'yaman desangiz, sekin o'zi yaxshi ko'rgan ishni qiling-da. Ha. Shuni qiling-da, vallohi yaxshi bo'ladi. Hmm. Qo'lingizga shifo zaytun surting. Yaxshi qoling. O'lyapman mana. Ba'zi sразу ulanib ketyapti, ba'zi cho'zilib ketyapti ulanish. Kim? Alo. Allo? Alo. Kim? Dadam? O'quvchimi? O? Allo? Internetni yaxshi qilib bo'lsam o'chirib qo'ying. Sulash olmaymiz. Alo. Allo, Sula, qayerga boryapti? Yo'q. Yaxshi emas. Yaxshi emas internetda. Allo. Videosini o'chir. O'chiring videoni. Videoni o'chir. Polni o'chirib aytsam, polni yubilasi ko'rib ketadilar, shuncha odam bor. Shunda o'chirib qo'ydim. Kim? Kimni o'chirib qo'ydim? Kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerga so'radi? Gapiring. Oyog'im ko'p og'riydi, keyin yuragim g'ash bo'ladi. Oyog'ingiz, yuragingiz, boshingiz yana? Bo'ldi. Matkam. Bo'ldi, yetadi, shu. Qisqa gapiringiz, boshqa odamga vaqt ketadi. Tak, efir qanchalar uzmasdan eshitasiz? 1 yilcha bo'lib qoldi. Efir paytida nima bo'lasiz? Oyog'im ko'p og'riydi. Shifo shafran suvga oyog'ingizni solib o'tasizmi? Efir eshitasizmi? Yo'q. Hali zakaz etib oldirib ko'rmadim. 1 yildan beri, yo'q. Tushunarli. Tushingizga nimalar keladi? Ilon ko'p ko'raman, keyin qabristonlarni ko'raman. Ilon qabr tuproq sepilgan ekan, nimaga oyog'ingiz yuvib ko'rmadi shifo shafranga? 1 yildan beri oyog'ingiz normal og'riydimi? Ha. Nima qildingiz? Shu 1 yil chidab yurardingizmi? Ha. Ular o'lib qolaman deb o'ylayapsizmi? Ha, men ko'p shunday xayolga keladi. O'lim sehri bor. Sizni o'limga qo'yib qo'ygan, sepib qo'ygan, o'limga sepib qo'ygan sizga. Shuning uchun charchaveryapsizmi? Ha, men ish qilgim kelmaydi, charchoq. Faqat uxlagim keladi, kelaveradi. Qarang, atrofingizdagilardan ko'p xafagarchilik ichida ushlayapsizmi? Ha, men
gaplashgim kelmaydi. Yo'q, qarang. Siz meni savolimga yaxshi tushunib javob bering. Yaqinlaringiz, atrofingizda kim, o'rtog'ingiz, jigaringiz, eringiz, любой kim bo'lsa, yaqinlaringizni bunday ko'p xafagarchilik ushayoryapsizmi o'zingizda? Ichingizda xafa bo'lib, bo'lganingizni bildira olmayapsizmi? Ichingizda ushayapsizmi ko'p? Aytolmayman, xafa bo'lganimni. Shunday ilon nima qilyapti? Chaqmoqchi bo'ladi. Yugurib kelib chaqmoqchi bo'ladi, lekin chaqolmaydi. Qarang. Tushingizda nima zino ko'rasizmi, yana nimalar ko'rasiz yana tushingizda? Matga soldingiz. Men erimni boshqa ayollar bilan ko'p ko'raman. Sizda taloq sehr bor. Sizda taloq sehr bor. Shifozatdan surtgan matkaziga keyin ko'p o'y bosish bor ekan. O'ylanaverasiz shekilli siz. Gumon qilib o'ylanaverasiz. O'zingizni qo'rqitib, o'zingizni vahimaga tushirib, urushdan vallohdan o'zi ko'p boshlashingiz kerak. O'z urush qilib, vahima qilib. Erim bilan ko'p urushaman. Siz nima qiling, nima edi? To'xtating urushishni. Uydagilar yoshingiz nechida? Yoshim 24 ta. 24 ta kim bu farzandlaringiz ham bor ekan. Sekin yoshida o'tadi, farzandlaringiz katta bo'ladi. Urush qila olsangiz-chi, bolalaringizdan nervni qilib, jinni qilib uydan sovadigan bo'lib ketadi bolalaringiz-chi. Bezib ketadi uydan. Urushda hozir qanaqa ayol bo'lsangiz, ertaga 50 dan xuddi shunaqa ayol bo'lasiz, urushadi. To'xtating urushishni. U yaxshi emas. Bolalaringizni urib qo'yapsizmi? Avval katta qizimni ko'p uraman. Men teng bo'lib qiz bolani umuman urmang. Men o'zimni katta o'g'lim bir marta urganman men. Gapni ochdi. Menga qattiq yolg'on gapirib qo'ygan uchun men qattiq bir marta shunda. Qizim hech qachon urmaganman men. Bo'lmaydi, bolam urush bor, bir şey bo'lmaydi. Gap yaxshi tushuntiring. Qilmasa ham tushuntiraring. Sekin tushunib qol, u bola yosh bo'ladi, u ahil etmaydi. Urmang, qilmang, bolangizga juda yomon salbiy ta'sir qiladi. Urmang, baqirmang, urushmang, o'zingizni to'g'rilang. Gap qizingizda emas, gap eringizda emas, agar ko'p urushayotgan bo'lsangiz. Gap atrofingizdagilar emas, gap o'zingizda. Tushunyapsizmi? Siz noto'g'ri qilyapsiz, noto'g'ri tushunib olyapsiz. Ma'lumotni g'alati tushunib olyapsiz, o'zingiz yopib olyapsiz. Shunaqa tushingizda zaytunni surting, boshingizga matka surting, shundan so'ng tezroq ketadi. Uyingizga shifo shafran sepib oyog'i solingda, yana ham tez yaxshilanasiz. Yana aytyapman, bolalaringizni urmang, urushmang, to'xtating. Ashuni uyingiz tinch, oilani xohlasangiz, mana miyangiz to'g'rilang siz. Tushundingizmi? Ertaga bu qizni bolalari ham manaqa psix bola bo'ladi, katta bo'ladi, urushon qizini bosh samsankasi past bo'ladi. Eri ursa ham, tepsa ham, tashlab ketsa ham, yalinib, ezilib, men yomonman degan narsani bo'lib yuraveradi. Enasi uryaptimi? Mana men yomonman, shuncha uryapti dedi. Bu qiz o'ylamaydi, xato qildim deb o'ylamaydi dedi bola. Men yomon ekanman, shuncha uryapti. Men hech kim emas ekanman, men bu yerda hech kim kerak emas ekanman, bu dunyoda hech kim emasman, men bekor tug'ilgan ekanman degan narsa keladi bolaning miyasiga. Keyin birovlar yalinib yuradigan bola bo'ladi. Urmanglar bolanglar, teng bo'lib qiz bolani urmanglar. Endi g'irrat yuradi masalan, 5-6 yil, 1-2 yilda bir xato qilib qo'ysa, qattiq xato qilib qo'ysa, urib qo'ysangiz bo'ladi. Shunda ham tushuntirib qo'yishingiz kerak-da, nimaga urganligingizni. Nima shunda ham urgan bo'lsam ham, men seni yaxshi ko'raman degan narsani tushuntirish kerak. Men seni yomon ko'rmayman, men seni yaxshi ko'rganligimdan urdim tushuntirish kerak. O'ylayapman, nima qilay odamlar ajoyib ekansizlar. O'ylayapman, nima qilib o'ylanmayapti, o'ylayapman. Oy. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom, qayeringiz o'tadi? Men og'riganim yuragim og'riydi, anam butum qattiq og'riydi-da. But dag'in. Anam boshimdachi bunday ochib ketdi, qamirga o'xshab ochiydi. To'xta. Og'riganim. Qanday o'rganlik paka kerak emas menga. Yuragim, butum, boshim dan qayering o'raydi. O'shu eng ko'p og'riganim matkam og'riydi. Matka bo'ldi. Tushunibdi. Efirda qanchadan beri yuz berib ko'rasiz?
Мен июлдан бeri көрөм сизди. Түшүнүктүү, кыскараак. Эфир учурда эмне болосун? Кекирем, анан кусамын. Түшүнүктүү. Түшүңдө тамак жейсиң, жебейсиң түштөрүңдө? Бирдекелер жеп. Жейм мен, анан көп жейм аны. Өзүмүн бир тууган жагымдан көп жейм, ата жагыман. Кара. Сага ошо жейсиң го, ошо сыйкыр жаңыланган болот. Сага жедирген сыйкыр бар сенде. Киптен жедирет экен, ким жедирсе дагы. Жедирет дегенде сыйкыр кандай жедирет? Ошол биз душман сени көрө албаса, любой нерсе окуп келет да, любой нерсеге. Мисалы, шакар окутуп алат, тортко, этке, жана мындай, жана бир препарат окуп келет, ошонун акырын тамактарын сеп берет. Же шакарга окуп келип туруп, ошону пирог кылып берет, пирогу жакшы көрсөң. Же күрүчтү окуп келет, күрүчкө аш кылып берет сага. Любой нерсе окуп берет. Я обязательно бирдеке даамы жок да. Сага ошол окутуп жедирет экен. Шифаш ошон үчүн кусасын да, окуган сыйкыр козголот. Шифаш абран ичтиңби? Ичип жуунам, анан баягы зайтун майын ичсемчи, раса ичим кызып кусам да, зайтун майын ичкенимде. Ошон дедим эле. Ошо козголот экен да сенде. Кара. Түшүңдө бут баш. Түшүңгө эмнелер кирет? Түшүмө киргеничи жылан көп кирет да, анан мына бут жагымы, сан жагымы көп тиштеп чыгат да. Токтоп тур. Жылан кирет, дагын. Түшүң таасир кылган. Мунага кирет деп кой, бек өзүм айтам мен. Өлүктөр көп кирет, мындай жакын эле атын эмелер кирет, менден капа болушат. Я Rabbi, сөз түшүнбөсүңөр да силер, Алла. Өлгөндөр кирет, дагы эмнелер кирет? Өлүктөр эмне кылат деп сураган жокмун. Өлүк кирет, дагы эмне кирет? Туалет кирет, болду. Түшүнүктүү. Чукурдан түшүп кетем. Мындай чукурлукка түшүп кетесиңби, бийиктен түшөсүңбү? Бийиктен чукурларга, ошо чукурларга түшүп кетем да, өзүнөн өзү эле кулап түшөм. Сенде кара, сенде биринчиден назар бар. Кийин сепилген сыйкыр бар, сепилген. Путуң шыпа-шыпыран суу салып, эфир угушуң керек. Кийин жалгыздык окуган, сен жалгыздык окуган. Түшүңдө өлгөндө сени капа болуп турабы? Ооба, капа болушат да, бар жогу. Кара, ошо өлгөндө бир эле ошо кимдер көрөсүң же, ар кандай өлгөндөр көрөсүңбү? Мен өзүм эле туугандарым, атам, апам, анан апам бир туугандары, атам бир тууган өтүп кеткендер капа болот. Токтоп тур. В основном ким кирет өлгөндөрдөн? 1-2 адамды айтчы эле. В основном ким кирет өлгөндөрдөн? Же Апам көп кирет. апаң. Түшүнүктүү. Сени кара, сенде тошун сыйкыр көбүнчө сеп койгон экен, себилген сыйкыр да бар экен. Эфир учурда путуң эмне болот? Буттарым чымырайт. Ошол сыйкыр козголот экен, шифа зайтун сүрткүн. Бир күн шифа зайтун сүрт, бир күн шифа шыгыран суу салып оккун. Кийин мына жалгыз калгың келип атабы көп? Адам сүйбөй. Ооба, үйдө жалгыз, балдарыман жакшы карагым келбейт. Башка комнатага чыгып отуруп алам. Ошону кылбашың керек. Ошону кыла турган болсоң, сыйкыр мындай эфир укканда жеңилдейсиң. Эгер ошону кылсаң, дагы сыйкыр дагы жаңыланып тура берет да өзүңдө, кетпейт. Мен могу жайдан сыйкыр кетирсем, силер нар жакта өзүңөрдөн аракет кылышыңар керек да. Бир жерден болбой. Кийин мындай апаң менен жашаганыңда да, мисалы апаң бар учурда апаң менен мындай көп жакшы каралбагансыңбы же көп урушуп кеткенсиңби? Жок, атам кирет, атам кирет түшүмө. Атам ооба жакшы экинчи аял алып жакшы каралбаганбыз. Экинчи аял кандай? Биринчи апаң өтүп кеткенби? Өтүп кет, биз жашыбызда калып, атам башка аял алган эле. Атамам өтүп кеткен. Токтоп кара, биринчи апаң өтүп кеткен, туурабы? Ооба. Кийин атаң үйлөнгөн силер көтөрө албадыңарбы? Жакпадыбы силерге? Ооба, ошондой болгон да, эми биз жаш болчук бирок. Туура эмес кылып койгонсуңар да. Кара, ошол сенде эмне бар экен да? Эмне эле? Сенде өзү өлүң окуган кара сыйкыр бар. Ошол себептен атаң мындай көп өкүнүч бар экен сендечи. Өзүңө мындай бекер кылган экенмин деген нерсе бар да сенде. Ошондой болуп барбы? Ооба. Мындай кылбаппын, тигинден чоң жаш өткөндөн кийин, эс акылың киргенден кийин өкүнөсүң да, бул любой нерсе. Ошону эмне кылгын да? Эмне эле? Сен сага бир упражнение айтайм, ошону кылгын.
Bunda uxtashdan oldin uxtashdan oldin bo'lish kerak. Boshini charchab, o'zi uxtagan kelib qoladi-ku. O'shani bir qog'oz olasin, bir qog'ozga jozasin. Ota sizga rahmat. Menga misol men siz bor uchun men to'reldim. Menda sizning qoningiz og'at. O'shaning uchun rahmat. Meni o'sha bu dunyoga keltirganingiz uchun rahmat. Menga ot qo'yganingiz uchun, meni maktabga kirgizganingiz uchun bor narsani jaz. Tushundingmi? Rahmat so'zlaringiz uchun otangga jaz. Yurakdan men uchun unday uxtashdan oldin, uyqung kelib charchab qolasan-ku, o'shani yozish kerak. Keyin rahmat so'zlari jaz. O'shuning uchun rahmat sizga, siz bunday. Men keyin birinchisi rahmat so'z yozasan, ikkinchisi men sen roziman deb yaz. Men sen roziman. O'shani bir 10 kun, bir 7 kun, 10 kun qil. Yo'q, 11 kun qilasin-da, kunda qil. Ertaga yozib qo'yasan-da, ertaga turib uni kuydirib solgin. O'shani qilaver o'sha narsani. Sen otang bunday otang o'tib ketgan menen, bar otang seni miyingda borda, boshingda bor turadi o'sha odam. O'shaning uchun ko'p siqilib o'tasan. O'sha narsani yo'qotsang, bu narsani-chi. Bu ondan ko'ra, silgandan ko'ra otangga aqna, Qur'on o'qig'in, namoz o'qig'in, duo qilg'in, yaxshi qiz bo'lib, pura qiz bo'lib yashasang, birov ko'rib turib, "Falonchini qizi ekan" deb turib otangga rahmat aytadi. O'sha yaxshiroq bo'ladi senga. Всё, bu shifo shabram jo'nu. Всё. Mana ulayapman. Yani qo'l qirsillatish yo'q dedi-yu. Bu shariatda bironta bir hadis kelmagan, qirslatmaydi degan. Qirsilasa gunoh bo'ladi, qirsilasa. Shuning uchun agar tolsa, men qirslatib o'raverasiz. Qarach bittasini o'chirib o'raman, kim internetda yomon bo'lsa. Kim internet yomon? Qarach bittasini o'chirdim. Tak, gapiring. Allo. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Nima bezda qilyapti? Gapira olingchi. Meni ko'p boshim og'riydi. Bosh yana? Oyog'im og'rirdi, bu og'riq qoldi. Yana? Ko'p yesam hazm bo'lmaydi. Oshqozoningiz muammo ekan. Shuni yurak qilishlar bormi yo'qmi? Bor. Bo'l, to'xtang endi. Efirni qanchadan beri uzmasdan eshitasiz? 1 oydan beri. Efir paytida nima bo'lasiz? Efir paytida ichimdan siqilaman. Hali yuragingiz siqiladimi, nima bo'lasiz yoki betoqat bo'lasizmi? Yo, shunday odam g'amgin bo'lib qoladi-ku, shunaqa holatga tushib qolaman. Bunday bo'lib qolasizmi? Ha, shunaqa. Ha, bo'pti. Tushingizga nimalar keladi? Tushimda ko'p ilon ko'raman. Yana? Keyin uyimizdan o'zim bu qaysi kelin tushgan hovlimdan ham, o'zimizda ona uyimdan ham shu yerlardan sehr topaman, o'zim topaman. Qo'lim bilan olaman o'sha sehrlarni. Topasiz ekan. Yana nima ko'rasiz? Qizimni qaynonam mendan tortib olganini, qizimga ziyon yetkazganini ko'raman. Qizingiz yoshi nechida? 7 ga kiradi. 7 yosh. Hayoti boshlanyapti bechora qizlar. Og'rimaydimi? Hamma yaxshimi? Og'rimaydi. Ba'zida kuni ayniydi, qornim og'riyapti deydi. Meni qarang. Siz ajrashib ketganmisiz? Bo'la yashaysizmi? Hozir bo'la yashayapmiz. Ular ajrashib ketdingiz, shuni ayting. Yo, ajrashganim yo'q. Отдельно yashaymiz faqat. Tushunarli. Tak. Oyoqlaringiz og'riydigan, sepilgan sexi bor ekan sizda. Oyoqlaringiz og'riydi ekan. Ilonlar nima qiladi tushingizda? Oxirgi ko'rganimda og'zimdan chiqdi, qo'limni choqdi.
keyin bo'ynidan ushlab bo'g'dim ilonni. Nima ichingizdagi jin sehr qiladi? Chiqib ketdimi yo chiqib qaytib kirib oldimi? Yo, chiqib ketdi, bo'ynidan bo'g'ib oldim o'zim, ushlab oldim bo'ynidan. Yaxshi. Necha foiz yengilladingiz? Shifo-shafran ichdingizmi? Man Sankt-Peterburgdaman, bu yerda dostavka yo'q-da. Qisqa gap, ichdim ichmadi shuni ayting bo'ldi. Uni so'ramayapman. Yo'q. Ichmadingiz bo'ldi. Odamlarga vaqt kerakda, kimsa gap uzoq gaplashib o'tirolmayman, har bitta gapingizni eshitib. Tushunarli. Sizda nima bitta jin chiqqanini bildiradi, no ziyon qilib ketibdi chiqishdan oldin. Ketishdan oldin ziyon qilib ketibdi. Ta qo'l ishga bormaydigan bo'lib qoldingizmi? Ha, shunaqa. Qo'lingizga ziyon, shifo zaytun turib qo'lingizga surting. Chiqishdan oldin ziyon berib ketib qolibdi sizda. Tak, keyin qayningiz bilan muomalangiz yaxshimi? Qaynonam bilan muomalam yaxshi emas. Bizni yashatishga qo'ymayapti. Bo'pti. Alloh ishni oson qilsin. Nima qilmang. Qizingiz qayerda? Davlatdami, vataningizdanmi yo oldingizdami? O'zim bilan yonimda. Молодец. Agar qizingizni olib ketgan bo'lsangiz, bu zo'r. Iloji bo'lsa oldingizga olib yurganingiz yaxshi. Bolalar iloji bo'lsa qoldirmaganingiz yaxshi yolg'izlikda. Yaxshi emas bu narsa. Yolg'iz bolani tashlasangiz, bola u tushunmaydi, u ishlayapti, pul kerak deb uni bilmaydi u. Men tashlab ketdi, bo'ldi, men kerak emasman deydi. Shuning uchun agar qo'rqsam bolalarni tashlab ketishga majbur bo'ladigan bo'lsalar, bolalarni tez muomala qilib turib aytib turish kerak. Men ishlayapman, men pul jo'nataman, sizlarga kiyim qilamiz, o'qitmoqchiman deb aytish kerak, aytib turish kerak. O'ylamaslik kerakda, men tashlab ketdi degan narsani o'ylamaslik kerak bola. Shunaqa. Bolangiz aytib ketganmiz, yaxshi qilibsiz. Mayli. Oldingizga yurganingiz yaxshi. Qarang. Sizda yurak kasal qilish sehri bor. Keyin nima edi? Sepilgan sehr, oyog'i shifo-shafran nimaga soling. Nima qiling, nima edi? Qaynonangiz bilan gaplashib turasizmi? Yo'q, gaplashmayman. Qo'rqsan gaplashib qolsangiz, yaxshi hurmatini qilib gaplashib qoling, nima qilmang. Bar eringiz enasi yaxshi deb, yaxshi hurmat qilib qo'ying. Yaxshi qoling. Rahmat. Ulayapman, to'xtab turinglar. Keyingi efirimiz, bir soatdan keyin efir bor edi. Ya Robbi Alloh. Tufsal bo'lan. Kim? Assalomu alaykum. Alaykum salom. Men demem so'ramdaylar-da adamlar. Men O'g'otam? Bo'pti, so'rag'ini berchi, aytar. Men Telefonni o'chirchi, boshim aylanib ketdi. O'chirchi, qo'l bilan qarmon. o'g'ildi? O'g'il, aytar. Bo'ldi, o'chdi, aytar. 3 umrni atam o'tib ketdi-da. Atam o'tib ketgan kuni men ajrashdim. O'sha kundan beri yuragim sig'ib, bunday qanday desam, qusqim kelaydi, ilayim, shunday bo'ldi-da. Yuragim sig'ilib, oshqozon. Dan qayering o'raydi? O'sha turib pochkam o'rib qoladi, o'sha женский jaqlar o'rib qoladi, ana yuragim tayishadi. Bo'ldi, qisqa so'zlar. Boshqa so'zga ketmaysiz, adashib ketaman. Efir qanchadan beri ko'rasiz O'zbek? Ko'p bo'lib qoldi, biroq sizning efiringizga kirayotganda to'sqinlik bo'ldi. Men so'ravim javob berdim. Boshqa narsa so'rab. Qancha beri efir ko'rasin? 1 oy bo'lib qoldi. 1 oy. Efir tutni yo'lasin. Unday yilag'im kelib shunday bo'lam. Bo'ldi, tushundim. Tushungim nega kiradi? Kuchuklar kiradi, itlar kiradi, juvonlar. Anan qabrlarda juramda ko'nchi. O'lqonni o'ylar kelyotadi? Kelgan. Naqa o'limga o'qib qo'ygan. O'limga o'qigan. Bunday nervni g'ijirib kelib, o'zingdan norozi bo'lib yurasin, bunday tushunbay. Qana desam bo'ladi. Yuragini birdek qilib qo'ygan kelyotadi.
Hech yerga batpayım da. Oşol ne kılgın, neyle? Şifa şavra içtin mi? Ova sizden alıp içet bolçum. Hazır oşton göçüp kettim da. Dasap alıp boşan içirgen joğungun. Keyin ne kılgın, neyle? Mınday özüm köp oylanuş, köp nesi oylanıp, mınday toktop, oy kılıp ketet. Ova. Bir problem bolsa oşonu oylanıp, oşonu özüň ele çeçip, dagı oylanıp, dagı çeçip, har kандай çeçip göresin bir Aa. problem. Ova. Oşonu kılbagın. O tüşlerim oşonu aytıp atat da, oşonu kılbagın. O başını çarçaytıp otasın. Onda kılbagın. Bara mını jaşoodan narazı bolup ketesin. Ova. Nege anda бирок бар жогуң барга окшойт, балдарың бар жок наразы болууга окшой бересиң. Ооба, Кийин ошондой. үйүңдөгү мындай адамдарга, балдарыңга же жакындарыңа мындай эмне болуп калсын да. Ошону кылба. Көп ойлонбогун. Эмне эле урушпагын, ойлонбогун ордуна түшүп кетет. Сенде ошол жүрөгүң касал кылыш сыйкыр бар экен, жүрөгүң касал кылыш. Кийин жылан эмне кылат түшүңдө? Жылан мындай чаккысы келет, бирок ошо жыландан качып эле таң атып кетет да. Түшүнүктүү. Сен үйгө шифа спрей себип төрт бурчуңа диванда уктасаң, ошо диван астына шифа спрейди, шафран себип туруп, мени прямой эфирим бар 9 сааттык урукка, ошону угуп, кой үнүн пас кылып ошону коюп уктагын. Рахмат. Ох. Улеппен ана, улеппен. Kim? Video çiremiz bittasi choy ichyapti. Alo. Yahyo qani Yahyo be? Erkak kishida bo'ladi ati. Nima? Kim? Video o'chiramiz. O'chiramiz videoni. Hammasini bo'lon jini bor ekan dedi ko'chada ko'rib. Gapiring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qayeringiz og'riyapti? Men kellam ko'p og'riydi-da aka. Qayeringiz? Kella boshim. Boshingiz yana? Yana boshim og'riydi ko'p. Bo'ldi, yana qayeringiz? Yana yurak, qo'l, oyoqlar. Yo'q, belim og'riydi. Belingiz tushunarli. Efir qanchadan beri eshitasiz uzmasdan? Men buni 2-3 oy bo'ldi. Efir paytida nima bo'lasiz? Hech nima bo'lmayman, efirga kamdan kam kelaman, nima videolarni ko'p ko'raman. Qarang, efirda uzmasdan qanchadan beri eshitasiz? Uzmasdan. 2 kun bo'ldi ko'rib boshlaganimga. Efir paytida hech narsa bo'lmayapsizmi? Yo'q. Qarang, tushingizga nimalar keladi? Har xil nimalar keladi. Bir xil ko'mishi esimda qolmaydi-da. O esda qolganingizni aytmasangiz bo'lmaydi, men sizga deyapsiz, qo'yamayman-da. Odamlar bilan ko'p uxlayotgan paytda unishib chiqaman-da, juda ko'p. Tushingizga onangiz keladimi? Yo'q, uxlayotgan paytda birov bilan unishib yuraman-da ko'p. Tushingizda uxlayotganda urushasizmi birov bilan? Bo'p, tushingizga nima keladi? Zinolar keladimi? Nimalar keladi tushingizga? Umuman ayta olmaysizmi 5-6 yildan beri tushingizga? Ko'mi esimda yo'q, ko'mincha ana shunday nima bo'ladi-da, birovni urib yo birov bilan urishayotganim keladi-da bo'lgani. Shu tanish odamlar, notanish odamlarmi? Notanish odam, tanish odamlar ham ko'p keladi. Tushunarli.
Tak. Sizni birov ko'p xafa qilyaptimi? Ha, uydagilardan ko'p aralashib qolaman. Ha, nima qiling aka? O'sha qalbingizda ko'p nima meni fikrimda sizda sehr yo'q. Nazar bo'lishi mumkin. Nazar endi hammada bo'ladi. Siz o'zingiz ko'p nimalardan xafa bo'layotganingizni o'ylayapti-da. Siz odamlarni bir odam bir narsa desa, o'zingizga noto'g'ri qabul qilyapsiz aka uning so'zlarini. Shunday. Yoqmaydi. Ularning gapi yoqmaydi-da menga. Aka, kim qanaqa desa ham, bu odam o'zidan nima desa bo'ladi, o'zidan chiqib gapiradi. Agar sizga bir odam masalan yomon desa, ko'pincha o'zi yomon bo'ladi aka. Tushunyapsizmi? Odam o'zi qanaqa bo'lsa, boshqalar shunaqa deb o'ylaydi. Odam o'zi rostgo'y, toza bo'lsa, boshqalar ham rostgo'y meni aldamaydi deb aldanib yuraveradi hammasiga. Shuning uchun odamlar sizga biron nima desa qat'iy nazar, buni gapi rostdan ham shu to'g'rida, men shunaqamanda, shunaqa yomonmanda men, to'g'ri aytayapti deb ichingizga olmaydi-da. E'tibor qilmang bo'ldi. Gapiga o'ziga olmang, tushundingizmi? Bo'l, ashuni qilmang-da, bo'l, zo'r bo'ladi akajon hamma yo'q. Shuni qilmang shuni. O'ziga olmang. Ha, mayli aka. Sizga bir odam bir gap gapirsa, buni prosta ma'lumotdan bu uni qabul qilishlik qilmaslik bu sizning ishingiz. Xolos siz qabul qiling, hozir qabul qiling. Masalan, menga ham kommentariyalarda masalan rosa yozishadiganlar bor. Endi o'tirib olib meni anaqa dedi, siqilib o'zim foydasi yo'q-da. Zachi nima kerak bor? Qilamiz o'zingiz uchun siz Alloh taologa juda yaqin insonsiz. Siz musulmon, birinchidan musulmonsiz. Alloh taolo sizni yaxshi ko'rganin bu dunyoga keltirdi sizni. Alloh azza va jallagachi manaqada bu dunyoda ham, oxiratda ham, Allohga ham, odamlarga ham nima haligi odam qanaqaligi, boyligi, ko'rinishlari umuman rol o'ynamaydi aslida. Asosiy odam ichidagi narsa rol o'ynaydi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Ba'zi odamlar o'zini ko'rinishi bilan nima baholaydi-da, ko'rinishim manaqami, значит men shunaqaman. Ko'rinishim bunaqa, men bunaqaman deydi. Yo'q, unaqa emas. Odamlar masalan betdagi yaralarni, bo'ydoqlarni masalan chiqadi, yaralar, kirishlar chiqib turib, ashimman, men xuniyman, yomonman deb nima qiladi? Yo'q. Siz o'ziga qaraganingizda ichingizdagi men qarang. Tushunyapsizmi akajon? Ha, tushundim. Bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo sizni eng chiroyli suratda yaratdi. Yaxshi qolinglar. Bizda shom